Ulug'bek aka, Harman. Barbonlar. Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, chaqqanmisizlar, Harmonlar. Shu yurgan shu. Chat xudo qolsa chaqirlar qo'yib bersizlar. Chaqavik qo'yildi uka. Chaqaviklar qo'yildi. Ina hozir уже diklendi. Endi xudo xolasa bostirish jarayonidan gap turibmiz. Shu Doni ukamizni kanaldan rivoj tilaymiz. Ishlarni omad tilaymiz. Sababi manfaatli va foydali videolarni chiqarib borishda davom etib bordir. Bu bechkana video chiqarmaydi. Mana shuning uchun yoqdi bu bola. Kanal ham yoqdi, chiqargan videolari, muomalasi ham zo'r. İlaç varsa köp like basıp qo'yish, shu ukamizni o'sishida siz ham sababchi bo'ling, biz ham sababchi bo'ling. Gap yo'q ukamize. Xudo xolasa shu Ihson proyektamiz. Kimda kim Ihson qilaman deydigan bo'lsa, bemalol shu ekranda yozilgan karta nomerlari tashab turib zakat qilasizmi yoki bo'lmasa pitra pulimi yo bo'lmasa Ihson qilaman deydigan bo'lsangiz bemalol. Va Rano singlimizdan nomerlar yozilib turadi. Keyin dalasa do'stlar, agarda siz ihson qilish imkoniyatingiz yetarli bo'lmaydigan bo'lsa, qila olmasangiz, qurbingiz yetmaydigan bo'lsa, ushbu videoga ko'proq yurakchani qizartirib turib, kelasa eng ko'p do'stlaringizga jo'natib qo'ysa, shularning orasida birsi ihson qilib qolsa, 1000 so'm bo'lsa, 1 so'm bo'lsa, ihson qilib qo'ysa, siz ihson qilgan bilan barabar sababchi bo'lib qolasiz, xudo xolasa. Ukamizning omadini gap yo'q, ukamizni o'zi xudo xolasa chiroyli o'tiradi, bakteratdan go'shtda uka bitganmi? Gap. Xudo xolasa уже yarım bitti buning. 40%dan ziyod bitti уже. 40% bitti. Уже yine gap yo'q. Diklandi, charxoyitlar qo'yildi, Charxoyitlar qo'yildi. Orak taraflar ham ustalarimiz avjida. Xudo xolasa video davomida Doni ukamizni chiroyli deb qoladi. Og'a, endi kamchilik bo'lganda necha kamchilik bo'lib turibdi? Bir obunachilar aytib o'tsangiz, qo'ldan kelgancha bir yordam etishlari mumkin. Kamchilik endi og'ash taraflama. Ustini bostirish uchun. Birisi ne beraman dedi, normalde kamış beraman dedi. Ağaç taraflama, kenarası bu ustalarla hakkı taraflama, azgına. Xudo xolasa şu su ağı bo'lib turadi. Az yine bunu bitirgandan keyin su ağına tushadilar. Şu taraflama azgına mablag' taraflama bemalol ihson qilaman deydigan bo'lsa, bemalol qilsa bo'ladi. Agarda yo'q, men og'achini olib beraman deydigan bo'lsa, manzil hamma biladi. Aytib bering shundan bir qator. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Ellikqal'a tumani, Tuproqqal'a mahallasi. Aqchako'ldan o'tib kelasiz, Sadvin desangiz hamma biladi. Shu yerdan kirib kelsangiz, Ihson proyekt nerede bo'libdi desangiz, hamma ko'rsatadi shu yerni. Shu yerga kelasiz, g'oyibona ihson qiladigan insonlarimiz bor-da, yaxshi ko'rib. G'oyibona hech kim bilmasin deydi-da, gechda tushirib keting deydi. Bemalol gechda kelib turib, bir Alloh bilsin, boshqa hech kim bilmasin deydigan obunachilar uchun bemalol gelip durup tushib ketsangizlar ham bo'laveradi. Masalan, siz o'zingiz aytib turibsiz, o'zingiz bilan kelib tushib ketsam sir saqlanadi, sir saqlanadi. Aytmaymiz. Aytmadi ham aytmaymiz. Bir aytib qo'yinglar ibrat uchun deydigan bo'lsa, uni ham aytib o'tib ketaveramiz. Uning taraflama o'ylab qo'yamiz. Har taraflama xudo xolasa. Gap yo'q. Xudo xolasa. Ulug'bek hamma narsani tushuntirib berdi. Qo'ldan kelgancha ichollarni, ichanda bo'lib turgan yangiliklarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Avvalambor assalomu alaykum hammangizga. Ko'rib turganlaringiz do'stlar, charxoviklar qo'yildi. Уже bir tarafı bitti do'stlar. Assalomu alaykum ustagalar, Harmonlar. Sog'om yursizlarmi? Charchamaymi? Yine do'stlar, ko'rib turganlaringiz ikkinchi tarafdan уже charxovik qo'yildi yine. Gap yo'q, ustalarimizga rahmat. Kommentariyada yozib o'tib berasizlar. Ustalarimiz gechda borib, mazza qilib, xudo xolasa sizlar bildirgan iliq fikrlarni o'qib chiqadilar. Ustalar Harmonlar desanglar ham quvonib qoladi do'stlar. Yine ko'rib turganlaringizni xudo xolasa 3 devor bitti. Endi tashqi devor bor, bir devor bor. Xudo xolasa bu yerdan karus kirzib chiqarib turibdilar. Shuning uchun qulay bo'lsin deb xudo xolasa ko'rib turganlaringiz yine do'stlar. Bu yerdan karuslarni olib kirzib turibdilar. Xudo xolasa bu yerdan o'rib ichki pergotchilar qiladi. Ichki pergotchilarni o'rib tashlash kerak keyin do'stlar. Hammangizga rahmat. Yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Videomizda xato kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolamiz. Rahmat, ihsonsevar xalqimiz bor, barchangizga. Yine do'stlar.